borish kerak, harakat qilish kerak. Borganda ham zo'r, yaxshi pul to'laydigan davlatga borish kerak. Aytadi, osilsang balandorga osil deydi-yu. O'shaning uchun ham Rossiya o'zi anchaligidan qoldi-da, nima bo'ladi. Iqtisodiyot taraflari ham ancha cho'kib boryapti urush sababidan. Ko'p davlatlar Rossiya bilan shartnomani uzgan. Rossiya hozir iqtisodiyoti ancha tushib ketgan pastga. Shunaqa do'stlar. Agar kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar. Qanaqa savollar bo'lsa bemalol yozib qoldiringlar. Qor kerakmi? Mana qor. Bugungi sizlar bilan qisqacha bir nimani ulashmoqchiman. Misol uchun chetda o'zim ancha yillar yurdim. Shuni guvohi bo'ldimki, misol uchun siz chet elda 10 yil yurasizmi, 20 yil yurasizmi, lekin baribir O'zbekistonga qaytasiz, yana pulingiz yo'q bo'lib turaveradi. O'shanga misol uchun chetda o'sha 15 yil, 20 yillab yurgan odamlarni ko'rdim. Gaplashsangiz pul yo'q deydi. Misol uchun Koreyadan chet eldan qachon ketasiz? Rossiyadan chet eldan O'zbekistonga qachon ketasiz? Butunlay deb so'rasangiz, hali kam ko'rsin, hali uni qilishim kerak, hali bu qilishim kerak. 20 yildan beri qilmagan odam endi qanday qilib qiladi? O'shaning uchun do'stlar, men sizlarga qisqacha, agar videoni ko'rayotgan bo'lsalaring, qisqacha maslahatim, chet elga chiqadigan bo'lsalaring, mana bunaqa uy-joy, haligi mashina, unaqa narsalarni umuman oxirgi darajaga qo'yib turib, birinchi o'rinda o'sha topayotgan pulingizni nimagadir kichkina narsaga bo'lsa ham sarmoya qilib qo'yish kerak. Misol uchun oddiygina qishloq sharoitda uy hayvonimi, qo'ymi, sigirmi, nima bo'lsa ham, yokida birorta yermi, uchastkami, yokida dommi, shunaqa narsalarga oz bo'lsa ham investitsiya qilib, pul tikib kerak bo'lsa o'sha 5-6 yilda bemalol bitta uyli, ikkita uyli bo'lsangiz bo'ladi. Keyin uni arendaga berib, misol uchun bemalol chetga chiqmasdan ham oyiga ikkita uy olsangiz 5-6 yilda misol chetga yurib, uni arendasi misol uchun $500-600 bo'ladi bir oyga. Bemalol o'zingiz ro'zg'oringizni tebratib yurgani bo'ladi. Chetga umuman chiqilmaydi shu holatda. Misol uchun men o'zim juda ko'p guvoh bo'lganman. Misol uchun Koreyada ishlab yurgan vaqtimizda 5 yillab, 10 yillab yurganlar bor. Koreyada ishlaydi, pul topadi, O'zbekistonga ketadi. 1-2 yil yashab, puli yo'q yana. Keyin yana chetga harakat qiladi. Unaqa davom etadigan bo'lsa, hech qachon bir o'zgarish bo'lmaydi, men o'ylashimcha. O'shaning uchun oldindan ko'p narsalarni o'ylab, unaqa uy-joy, mol-mulklarga, misol uchun uyimni remont qilaman, uy solaman, unaqa qilmasdan, o'sha realniy bir pul kelib turadigan narsaga investitsiya qilingan yaxshi.